Hello YouTube ahlislar bilan men anchadan beri yo'q bo'lib ketgan. Fizer do'stlar, bugungi videorolikimizda TM 500 serverini obzorini dushi qilib chiqamiz va bu yerda men moderatorman, e'tibor bermaysizlar va batta birinchi bo'lib paydo bo'lganlaringda mana ishda spam bo'lasizlar. Bu e'tiborlaring uchun hech qanaqa kartasiz yaratilgan server. Hop, bitta ownerlar Abduvohid server egasi va uning akasi Aligrah. Modlar Solo PvP Origi, man, Baxtiyor, Amir Nibir PvP, Rasulbek FF. Manikim Olexga o'zgardi, ming afsus. Mayli. Chunki Fizer omadsiz ekan, shunda mana shuncha imkoniyatlarga erishaman. Adminlar Zaynabiyati, O'zbekiston Sila, Ibrahimov, shular adminlar xullas. Rejimlar Bedvash endi qo'shamiz. Karta oqtaryapmiz hozirda. Kimda karta bo'lsa tashlab yuborishni iltimos. Xo'p. Mana survival. Bu survivalimizda mana birinchi bo'lib spam bo'lganlaringda shunaqa joyda spam bo'lasizlar. Mana mayin. Mayinda obzor chiqaman mana. Va top liderlar bor mana. Va mani kirkam. Mana уже boshlandi. Hop, rank bering deyish. Okey deymiz. Okey. Hop. Video. Aman. Salomlashinglar. Hop, bu bas warp mine baqa kelish uchun warp survival mine deb yozasizlar. Va hozir buni qilib turamiz. Hop, bular shopkerlarni yasashga kerak bo'ladi. Inventar tozalash uchun mana. Va buni qilish bo'ldi ana. Hop. Baqa kelasizlar. Hop, mana bitta ender chestlaring bor, kimdir o'libdi nima yo'q. Mana shunaqa musor tashamasa tabayki. Oh my gosh. Ha, bu yana bir eslatib o'taman. Hech qanaqa kartasiz yaratilyapti. Albatta kiringlar. Katta harfda tem500.ternos.me. Hop, albatta mana. Kirib mazza qilib o'ynashinglar mumkin. Mana bitta shop bor. Albatta kiringlar. Va bitta esa umumiy shop bor. Hop, hozir uni yasayotgandim va mana epic narsalar mana. Qalay. Norim. Hop, bitta shopda o'zi ham bor, alohida. Block shop, mana hamma bloklar chetdan bemalol olsalaring bo'ladi va food shop hali tayyor bo'lgani yo'q. Keyinroq tayyor bo'ladi. Hop, hozir Reflex Yeti bor. Reflex Yeti. Bu esa PvP zona, ya'ni hamma biladigan mashhur PvP zona. Hop, diqqat, bu zonada PvP yo'q, inventari esa ochiq. Hatto o'sha bitta moderator berayotgan Solo PvP Origi bitta trap bor, o'zi qurgan. Logoni ham o'zi yozgan, mana epic chiqqan. Batesa men bezatganman. Mana PvP deb ham u yozgan mana. Epic moderatorlarimiz va albatta kiringlar. Hop, endi lobby dish orqali sizlar hubga yo'nalasizlar. Lobby. Hop, mana survival shu. Endi ikkinchisi, uchinchisi ya'ni anarxiya. Anarxiya ham hali tayyor emas. Mana. Bitta RTP bo'lasizlar bo'lsalaring. Bitta esa parkur. Kuchingizni sinab ko'ring. Diqqat, hali qurish jarayonida, hali qurib bo'lmadik. Qurganimizda bemalol mashtan parkurdan o'tsalaring bo'ladi. Mana.
Hop. Hop. Shunaqa gaplar. Bu mana bunday qilib. Yo'q. Men kreativdaman, men afsus. Xo'sh. Hop, keyingisi bitta jail bor. Meta logosini hali solo kirganda qiladi. Jail bu yerda qoida buzganlar jazolanadi, ya'ni mana shunaqa qamoqqa qo'yiladi mana. Bitta mana qurilgan. Baho beringlar serverga, shu kirib o'ynanglar. Ajoyib server mana. Beta PvP mana chiroyliligini qaranglar. Logoladi. Bitta ham shu yozuv va mana PvP arena. Albatta addushi bezatamiz. Beta ham xuddi shunaqa main bor, albatta bezatishga ulgurganimiz yo'q va betlarni ham chiroyli qilamiz hali. Mana main. Xo'p, mana main bet. Main qiling va selguy orqali soting. Masalan, mana hozir narsa olib ko'rsataman sizlarga. Hop. Mana. Buni oldinlar qanday sotamiz degan savol tug'iladi va shunda chatni ochib sell ikkitali gui. Mana xuddi shuna deb yozasizlar va sizlarda menyu ochiladi va menyuga sizlardagi bor bloklarni qo'ysanglar, mana pulim hozir 1000 va mana 373 ga qo'shildi. Mana shunday qilib sizlar kuchaysanglar bo'ladi. Xullas shunaqa gaplar. Xo'p, keyin lobbiga chiqaylik. Va mana Box PvP, ya'ni eng yaxshi menga yoqadigan server rejim. Bu yerda mana dekompressor. Va bu yerda bu mana hozir to'g'rilab qo'ydim buni ham. Hop, mana bu yerda AFK xonasi. Har $15 sizlarga 15 daqiqa emas, 15 sekundda sizlarga 1000 coin qo'shiladi. Mana. Bu yerda esa enchant xonasi, sehrlash xonasi. Bu yerda sehrlasalaring bo'ladi narsalaringni. Bu yerda narsa sotib olsalaring bo'ladi. Mana sehrli kitoblar, mana protection 2 ta, mega coin, xullas shunaqa gaplar. Coinlarni qattiq olaman desanglar, mana bunaqa shule betga kelasizlar. Quality olasizlar va kristal olasizlar. Kristal desa sizlar mana bu yerga kelib, mana yerdan coinga aylantirishlaring mumkin. Kristalni coinga, coinni super coinga, super coinni ultra coinga aylantirib kuchaysanglar bo'ladi. Va beta mana broniya bor, mana ko'rishlar mumkin. Mana epic broniyalar bor. Xo'p, batta ultra kiti bor, batta. Qaranglar qanday ajoyib va g'aroyib kit. Aqua Infinity, Mending, Protection 9, Unbreaking 9. Ular shuna qilib epic narsalar bor. Bu yerda esa qilichlar. Mana. Bu yerda esa har xil narsalar, ya'ni oddiy narsalar va mana shunaqa. Bu yerda PvP uchun kerakli narsalarni sotib olsanglar bo'ladi. Albatta kiringlar serverga. Bu yerda esa food shop, ya'ni oziq-ovqat do'koni. Ular shunaqa gaplar mana. Serverda hech kim yo'q hozir. Xo'p, mana mainlar, batta o'zim qurganman. Va buglar, e'tibor beramiz mana. Mana. Xo'p, olmos main. Har 250 sekundda yangilanar ekan olmos mainimiz. Izumrat, ya'ni zumrad mainimiz ham 250 soniyada. Va hammasi tashmasam shunaqa 250 da, shunaqa ekan.
Xo'p, endi klubga, ya'ni lobbiga chiqib olamiz. Lobbi. O'ylaymanki, sizlarga yaxshi tushuntira olyapman. Va biz bu yerga yangi rejim qo'shamiz. Qani bunda boshladik. Ikki turib olib, bunday. Xo'p, mana. ZNPC create va raqam batta chay yorishgan, shuning uchun uzr. Player va name. Biz batga KCG Go o'yinini qo'shmoqchimiz, mana. Go. Ana. Oldin qaranglar. Hop, ya'ni multivash create. Hop, ana create KCG Go. Go. Normal deb yozib olamiz va xatolik ketdi nimagadir, mayli. Haliroq admin va modlar bilan yaratamiz. Xullas, shu edi videomiz. Kirib albatta o'ynanglar. Sizlar bilan men Olex bo'ldim va hammaga xayr bola. Bu kanalga obuna bo'linglar va bu serverga albatta kiringlar. Stop. Hozir qani kirishni o'rgatib qo'yaman. Mana. Xo'p, bu yerda mana. Bekki add server joyiga serverimiz IP'sini yozamiz. Ham 500 aternos.me deb yozsanglar bizni serverimiz kelib chiqadi. Eng pastda va refresh qorasida. Va mana. Serverga xush kelibsiz. Bu server sizlarga yoqadi. Bu serverda versiya xohlagan любой versiyalardan kirsanglar bo'ladi. Va xayr bolalar, sizlar bilan men Olex bo'ldim. Addushi xayr.